Joriy yil 27-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sudi raisi Salovat Atabayev boshchiligida To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi binosida ochiq sayyor sud majlisi o'tkazildi. Unda To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizlik xizmati probatsiya guruhi hisobida turib, jazo muddatini o'tash davomida o'z qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va to'g'ri tuzalish yo'liga o'tgan 14 nafar shaxslar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Shuningdek, jazo muddatini o'tash davomida sud tomonidan belgilangan taqiq va cheklovlarga amal qilmagan bir nafar shaxsning o'talmay qolgan jazo muddati O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Sud ushbu shaxsning huquqsizligini va belgilangan qoidalarga rioya qilmasligini inobatga olib, uning jazosini keskinlashtirishga qaror qildi. Ushbu qarorlar jamiyatni muhofaza qilish va jinoyatlarning qayta sodir etilishining oldini olishga qaratilgan. To'rtko'l tumanida o'tgan ochiq sayyor sud majlisi jinoyat ishlari bo'yicha muhim bir tadbir bo'lib, unda shartli ozod qilish va jazo muddatini o'zgartirish holatlari muhokama qilindi. Sudning bu jarayonlari har bir shaxsga to'g'ri yo'lni ko'rsatishda va jinoyatlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.